Abduqodir hamma sizni sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayman qiynaganmi? Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingiz aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalam bor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi Murodbek. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va Kapadze bilan baribir siz ishlagansizmi boshqalar? Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq o'tga harakat qilamiz. Shu Timur Kapadze'da ko'p muammo bo'layotgan narsa, terma jamoa o'yinida 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydi yoki 2 talik. Timurga hali bu haqda aytilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot bugungi o'yin. Men bu o'yinchiman, keltirganman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Ikkalasi. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Ikkalasi. Siz oldindan kam gapmidingiz? Unisi bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam gapirdingiz. Xavfli futbolchi Joel Koja hisoblanadi hujumda. Bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, o'yinni ko'ramiz. Muxlislarga nima deysizlar bo'lajak o'yindan? Qo'llab-quvvatlashdan xoliman. Abduqodir Pep Guardiola aytgani, siz ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani. Qanaqa ketyapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Muxlislarga yetadigan gaplar. Ikkita o'yin oldi. Qo'llab-quvvatlashdan xolimiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xohlasa. Kevjori kerak emasmi, Kevjori? Rahmat aka. Manchester Cityda eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib unayotgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Qanaqa to'y?